Assalamu alaykum, sehrli kitob to'pidagi barliq anglag'uchi azizlar. Aram kunlaringlar ko'ngilli o'tayotgandu. Chet eldagi do'stlar sizlar yaxshi turayotgansizlar. Bahodir nomning davomini o'qimoqchiman. O'qishdan burun menga tashakkurlarni, qizg'in salomlarni yo'llagan Vahinur muallima qatorliq ishtirokchilarga men ham yolqinliq salom yo'llayman. Xayrli kunlar. Turkiston Seyhun daryosi bo'yiga joylashgan Qorato'qay qishliqi Mo'g'uliston lashkarlari tikkan minglagan chedir bargohlar bilan xuddi bir bozorga o'xshab qolgan edi. Tumanlagan lashkarlarni ko'rib, Qorato'qaydagi chorvachilar allaqayoqlarga g'oyib bo'lishgan bo'lib, yaqin atrofda yerlik aholini uchratmoq ta's edi. Qattiq sovuq Seyhun daryosini butunlay muzlatib o'tgan edi. Qish kirgandan beri yoqqan qorlar yerimagan bo'lib, ko'z yetkisiz daryo vodisi quyosh nurida jimirlab ko'zni chaqatdi. Zaminni qoplagan 2-3 qayris qaylilikdagi qorda bo'g'a, jaran, kiyik, yovu to'sqan, qirg'avul degandek yovvoyi hayvonlarni ovlamoq bakmi oson edi. Haftadan beri chetirdan chiqmagan Sulton Yunusxonning bugun o'g'u ko'ngli tatib qolgan edi. Butkul a'zoyda tirnoqchilikmi olisi yo'q. Tom qora arab arg'imiqi bir xil ritmda yo'rg'ilaydi. Yunusxon otni ixtiyoriga qo'yib berib, cho'nqur xiyolga ketgan edi. Nagan-naganda chig', yo'lg'un, chatqallar to'ydan yugurib chiqqan to'shqan, qirg'avullar o'q yetim yiroqlikdagi do'ng qaptallarning kaynida otlarning do'kirlagan oyoq devishidan cho'chib qechishga boshlagan bo'g'a, jaran to'plari uning diqqatini tortolmaydi. Xonning o bilan kor bo'lmaganligini ko'rib, navkarlar ot selishga petinamay asta kelishadi. Ular xonning xiyolini chalg'itib qo'yishdan o'zini tortadi. Oppoq qor bilan cho'nkalgan ko'z yetkisiz dala Yunusxonni xiyol dunyosiga g'arq qilgan edi. Aslida qishni Ili vodisida hech bo'lmagan olmaliqda o'tkazgan bo'lsam bo'pti ekan. Qora qishda lashkarlar yo'l jafosini oz tatmadi. Uning ustiga ot uloqlarni ko'p talabetga uchradi. Buni oz deb oziq-tulikni o'sib qilishmi bir balo bo'ldi. Navoda buruj o'g'lon bilan tutishib qoldigan bo'lsak, chatoqning cho'ngi chiqadi. Sarkard lashkarlar bardostlik bermaymi qolami? Yunusxonning xiyolidan Ili daryosi vodisida Amasanchi toyshi bilan bo'lgan jang lip qilib o'tdi. Yunusxon Turpanda sarkard lashkarlarini obdan orda qoldirib, yatkudak oziq-tulik, qishliq kiyim-kechak hamlab olgandan keyin Ili vodisiga ancha qiynalmayli kelib olgan edi. U qarorgohlarni joylashtirib olgandan keyin Mo'ng'ullar bilan jang qilishga oldirmadi. Salomga kelgan yerlik bek-to'rlarni qabul qildi. Arz shikoyatlarni angladi. Amasanchi toyshi bekmi haddidan eshib ketgan edi. U yerlik xalqning mol-chorvalarini, oziq-tuliklarini bulg'an, sarkard lashkarlarni qiz ayollarga zo'rlik qilishga qo'yib bergan bo'lib, bek-to'rlardan tortib oddiy puhralargacha uning zulmidan joq to'ygan edi. Bek-to'rlarga tasalli berib, ko'nglini yasab yo'lga sep qo'ygan Yunusxon uzoq xiyol surdi. U har qachon qiyin masalalarga, hayot-mamotlik paytlarga duch kelganda, kuchlik yov bilan ro'bro kelgan vaqtlarda o'smirlik davrida og'ziga ilm sog'an marhum ustozi Sharafiddin Ali Yazdining hikmatlarini Bag'dod, Damashq, Shiroz qatorliq shaharlardagi madrasalarda ilm tahsil qilganda o'qigan, kitoblardagi haqiqatlarni o'sha ilm dargohlaridagi olim fozillar bilan bo'lgan anjumanlarda tilga ilingan hokimiyat ishlariga oid masalalarni esiga oladi. Shu topda uning esiga buyuk hukmdor Saljuqiylar sulolasining mashhur va vaziri Nizomul Mulkning katta asri siyosatnomidagi munu hikmatlar zohir bo'ldi. Podshoh yov bilan shunday urushlarni qilishi kerakki, yov bilan sulhilashishga o'rin qoldirib qo'ysin. Ya'ni shunday sulhiy kelishimlar imzolasinki, urush qilishga o'rin qoldirib qo'ysin. Raqiblarga qarta yirtivatkili bo'ladigan kelishimlarni imzolasin. Yirtivatgandan keyin
yana to'liqlab olg'ili bo'ladigan kelishimlarni tuzsin. U Sultan Abu Said Mirzaning madadi bilan Turkistonga qaytib kelgandan keyin siyosatnomani bir qancha qitim o'qigan edi. U odatda 4 kitobni faqat yenidan ayirmaydi. Takror o'qiydi. Bu 4 kitob Qur'on Karim, Qudat Qubilik, siyosatnoma va amr-temir tuzuklari edi. Shu daqiqada yodidan siyosatnomadagi o'sha hikmatlar kechishi hamon nima uchundir bayam Ili vodisidagi baktörlar bilan suhbatlashganda bergan va'dasidan Atilla Amasanchi Toychi bilan maydon jangi qilish niyatidan yenib oldi. Havo sovuq, qor to'xtaydigandek emas. Bundaq sharoitda jang qilish toza muvofiq emasmikin? Sarkarda lashkarlar bundaq qattiq sovuqda jang qilishga odatlanmagan. Qurol yaroq tutish emas, qo'lni yangdan chiqarishni tas. Yoki bo'lmasa Amasanchi Toychini sulhiga qilsam qandoq bo'lar? Buningga sarkarlar qitilmasmikin? Ammo acaba lashkarlarga bo'ladi shu. Shundoq qilay. Gohida jang qilib erishgan g'albidan sulhining qudrati yomon. O'z vaqtida marhum xonadon Sulton Uvaysxon oliylarimi ul Amasanchi Toychining otasi bilan sulhi tuzishib Ili vodisida uzoq mazgillik tinchlik o'rnatgan ekan. Eng yaxshisi uni chiroyliqcha o'z tasarrufiga qaytishga da'vat qiladi. Sulhiga ko'nmasa ondan urush qilsammi kechikmayman. Bir qarorga kelgan Yunusxon qog'oz qalam olib keltirib Amasanchi Toychiga xat yozishga kirishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bizlar kim Buyuk Mo'g'uliston saltanatining xoqoni Yunusxondan janobi Mo'ng'ul xoni Amasanchi Toychiga yetib ma'lum bo'lg'ay. Yegona qudratli Parvardigor har qavmni yaratganda ularga tegishlik zamin, yer, suv, makon baxshanda qilgan va ularni ashu nasibasiga shukr qanoat qilib yashashga buyurgan. Shuni bilib qolsinlarki, Mo'g'uliston tasarrufi ashu yegona qudrat egisining bizga inoyat qilgan zaminidir. Bu tasarrufda bizning oba ajdodlarimiz avlodma-avlod yashab nasl qoldirib, tirikchilik qilib kelgan. Tasarrufimizning har bir g'irish tuproqiga yotlarning qadam bosishi biz uchun ko'tirgisiz haqoratdir. O'z vaqtida otalari Isom Toychi janoblari lashkar boshlab kelib, bu zamonga ta'arruz qilganda Jannat makon xon otam Sulton Uvaysxon oliylarining qattiq zarbasiga uchirgan va qattiq yog'i bo'lib hisobsiz boshlar kesilib, Ili daryosi qip-qizil qonga bo'yalgan. Oxirida o'zaro ta'arruz qilishmaslik haqida sulh qilishib, kelishim tuzishgan edi. Ala bugungi kunga kelganda ol kelishimnomini yirtib tashlab, ota ahdiga xiloflik qildilar. Puhralarimizni bulang-talang qilib, ko'p zulm dishvarchiliklarni soldilar. Balkim Sultan Do'st Muhammad xon o'ldi, bu el yurt boshpanahsiz qoldi. Endi xolig'imni qilsam bo'ladi deb xom xiyol aylagan bo'lishlari mumkin. Sir qolmasinki, buyuk tasarrufimiz bir daqiqami boshpanahsiz, saltanatimiz posibansiz qolgan emas. Mana men bu elning saltanat tizginini qo'limga oldim va mahkam tutib turibman. Tumanlagan bahodir azmatlarim qilish yalang'ochlab taxt bo'lib turibdi. Tuproqimizga ko'z olaytib kelgan har qanday yovni adablashga tamoman kuch mag'dirimiz yetadi. Adolat qilichimizning so'g'uq, o'tkir bisi har qachon bosqinchilarning beshiga chenaglik. 50-60 yilning oldida oba ajdodlarimiz qanday qahramonlik ko'rsatgan bo'lsa, bizmi shunday pahlavonlik ko'rsatamiz. Shunimi bilib qolsinlarki, ushbu maktubni qandaqdir ojizligimdan yolvorib yozayotganim yo'q. Lashkarlarimizning boshlari kesilib, qonlari to'kilmasin deyman. Ham bu sababli ikki el, ikki qavm o'rtasida o'sh adovat,
xun qisas o'ti ulg'uyib, avlodlarimizga miras qolmasin dedim. İki el puhralari do'stona berish kelish qilishib, ab o'tsa, farzand avlodlarmi bu do'stlikdan o'rnak oladi. O'z yurt makonida xotirjam tirikchilik qiladi. Samimiy so'zim shuki, eng yaxshisi ota ahdiga vafo qilib, o'z mulkiy tasarruflariga chiroyliqcha qaytib ketsinlar. Navoda jangni ixtiyor qilsinmi mayli. Biz eng oxirgi tiniqimizgacha yurt makonimizni qo'g'daymiz. Yovni qo'g'lab chiqarmoqcha hargiz bo'ldi qilmaymiz. Javoblarni kutaman. Buyuk Mo'g'uliston saltanatining sultoni Yunusxondan Dabdulurla. G'ayet afsuski, maktubni Amazonchi Toyshi pushtig'imi elib qo'ymadi. Xatni elib bo'lgan elchining quliqini kesib qaytarib etdi. Bu adabsizlik Yunusxonning qattiq g'azabini keltirdi. Aslida Mo'ng'ullar bilan jang qilib, mol dunyo o'lja elish tamasida taqildab turgan sarkardalarga bu ish bahona bo'lib berdi. Aslida qolmoqqa xat avatmaslik kerak edi. Yo qilayli zodi. Ularga rahim qilishning o'rni yo'q. Farmon baslar oliylari. Ta'arruz qilg'ini to'yg'izayli. Kimni ko'zga ilmaydi u badrak? Yunusxonmi jang qilishdan boshqa yo'l qolmaganligini his qilgan edi. Shunga sarkardalarga urush tayyorlik to'g'riliq farmon berdi. Bu kuni havo tutuq bo'lib, lapildab qor yig'ib. Ikki taraf lashkarlari Ili daryosi bo'yida sap tuzdi. Lashkarlar nari tortib, suran cho'qon selib kuch ko'rsatdi. Qattiq sovuq jondan o'tadi. Sarkarda lashkarlarning qurol tutgan qo'llari uyushib ketgan edi. Jangni tez oxirlashtirishga oldirgan sarkardalar biroqli hujumga o'tish taklifini berdi. Amazonchi Toyshining adabsizligidan texchi g'azab besilmagan Yunusxonning g'alabiga ishonchi bor edi. Otliqlar hujumga o'tsin, piyodalar himmat qilsin, dedi Yunusxon farmon berib. Xonning mushu farmonini kutib turgan sarkardalar nari totquncha hujumga o'tdi. Mo'ng'ul sarkarda lashkarlari ilishmayli qochdi. Oldingi kunlar sulhiga ko'nmay ko'ranglagan Amazonchi Toyshining ilishmayli qochishi Sultan Yunusxonga va sarkardalarga qilchilik g'ayri tuyulmadi. Sarkarda lashkarlar g'ayrat bilan qo'g'lashga kirishdi. Lapildab yig'ayotgan qor ko'zni yumib ochqicha otlarning tuyoq izini ko'mib yetadi. 10-20 qadam oraliqni aniq ilg'i qilib bo'lmaydi. Sarkarda lashkarlar qiziqqan edi. Yovning qarorgohini egilib, mol dunyo o'lja elish tamasida hech nimaga parvo qilmay otlarga qamchi salatdi. Hammasining vujudida g'alaba nusrat vasvasasi hukmron edi. Hozirli oldidan qochib ketayotgan yov lashkarlarining xuddi yer yutgandek g'oyib bo'lib ketganiga parvo qilishmaydi. Lashkarlar nari tortadi. Otlar kishnaydi. Ochiq qamchi azobiga bardostlik berolmay chitib ketayotgan otlar cho'nqur o'raklarga guldirlab tushib ketdi. Lapildab tushayotgan qorda kaynidikilar oldidagilarning halokatini sezmaydi. O'rakka tushib ketgan otlarmi, lashkarlarmi jimib ketgan edi. Xuddi yerning qahriga kirib ketgandek. Yov hiligarlik qilgan edi. Ham g'azablik, ham jasoratlik raqiblarga tang kelolmaydiganligini mo'ljallagan Amazonchi Toyshi 2 kundan beri lapildab yig'ayotgan qordan foydalanib, cho'nqur o'raklarni ko'lab, sepilg'oq yasagan edi. Shu topda oldidagilarni kaynidikilar dassab bir-birini halok qilib atadi. Mo'ng'ullarning ancha nishonsiz otgan yo o'qlarimi osmondan qor bilan baslashgandek yig'ib, lashkarlarga talofat yetkazib atadi. Oldinibdiq, oldimizda sepilg'oq bor ekan. Yov heli ishlatibdi. Chekinayli. Mo'g'uliston lashkarlarining sepi o'zligidan buzilib ketdi. Jangovarligi yo'qoldi. Jasorati sundi. Mo'g'uliston lashkarlarining vujudini o'lim vahimasi cho'lg'ib oldi.
Ular yovning mal dunyosini o'lja ilish tamasida emas, ajal qilichi, ajal o'qlaridan qutulib, hayot qilish tamasida tipiriladi. Yerga to'kilgan qip-qizil qonlarni qor bir damdila yepib oldi. Soğuqda birdamdil ketib ketgan jasadlar lapildab yig'iyotgan qor ostida ko'milib qoldi. Sultan Yunusxon hayotida ikkinchi qatim qattiq mag'lubiyatga yuzlangan edi. U nag'ri chaldirib, sarkarda lashkarlarni yig'ib oldi. Mo'ng'ullar tunji g'albisidan qanoat hosil qildi. Chekingan raqiblarini qirchaq qilib qo'g'limadi. Ular raqiblardan yana ehtiyot qilib qolgan edi. Raqiblarining qayta hujum tashkillash ehtimolligini nazarda tutgan edi. Sultan Yunusxon chedir bargohlarini mustahkamlab, qorovullarni kuchaytirib, qorning to'xtashini kutib, qayta jangga chiqmadi. Bu qitimqi jangda Turkiston 7 kentdan agishib kelgan sarkarlarning 20 tigidek qazo qilgan edi. Yovni salchoqlabdiq, dedi. Sar chedirga yig'ilgan sarkarlar orasida o'tirgan bu yanquli sukutni buzib. Ular oldin hozirlik ko'rib olgankan, aslida chorlug'chilarni avatib yovning ahvolidan xabardor bo'lgan ishkan. Endi pushaymonning hojati yo'q, dedi Amir Abdulquddus bey so'z elib. Jangda yanglish bo'lib turdi. Eli pantni har kim o'z sharoitiga qarab ishlatadi. Hamimcha yov lashkarlarining soni ancha ko'p emasdek qiladi. Eli ishlatgani qaraganda maydon jangi bo'lgan ishonchim yo'qdek qiladi. Amir Abdulquddus bey o'z vaqtida Yunusxonni qo'llab, Sultan Isom Bug'axondan ayrilib chiqqan marhum Amir Mirkarimbardi begning bir qo'saq enisi edi. U Yunusxonga agishib kelgan Turkiston beylariga faqatli o'xshamaydi. Sadoqatmanligi, kang qursaqligi, kam so'zligi, mol dunyoga emas, do'stlik aqidaga bakrak moyilligi bilan Yunusxonning alohida hurmat ishonchiga erishgan edi. Lashkariy tadbirga alohida pishiq edi. Shu sababdan Yunusxon uning fikriga bakmi hurmat qiladi. Qandoq deydilar janob Amir? Dedi boyatin beri gap qilmay o'ltirgan Yunusxon. Navoda yovning jang qilishga ishonchi bo'lsa, oldirab denab hujumni to'xtatmagan bo'ladi. Navoda hujumni davomlashtiravergan bo'lsa, sepi buzilib patparaq bo'lgan, sarosimga tushgan lashkarlarimiz ularni hargizmo chekindirmaydi. Shunga deyman. Ularning yili ham yuragi pok-pok. Undaq bo'lsa, ular bilan yana bir navbat tutishib ko'raylik, dedi sarkarda Almasbek. Turpandagi o'rda muhofazatchilar qo'shinining sarkardasi Almasbekni Sultan Yunusxon eli yurishiga birga etkagan edi. Turpan amiri Yoqub Buqubek uningga qo'shib Mirza Kamoliddin, Mirza Asra qatorliq sarkarlarni 3000 lashkar bilan qo'shib yo'lga solgan edi. Endi oldirmayli, dedi Amir Abdulquddus bek. Avval yig'iyotgan qor to'xtasin. Onungacha kuniga 2-3 qitim yazak chiqarib, yov bargohini charlayli. Yazaklar ularga ko'rinish qilib sur ko'rsatsin. Lashkarlarni chedirlarda o'ti sinib o'ltirmay, sirtqa chiqib mahorat mashq qilsin. Bu orqali yov bir qitimlik mag'lubiyat bilan sarkard lashkarlarimizning ruhi tushib ketmaganligini bildirib qo'yaylik. Ular bizni quruq ter taraqshitib deb biz tex yaxshi. Hamimcha ular g'alba nusrat xushalliqida emas. O'sh fursatdan foydalanib qor to'xtashamon hujum qilaylik. Sarkarda bu yanquli yazaklarga bosh bo'lib yov qarorgohini charlasin. Almasbek, Asrabek, Kamoliddin beklar o'rinbosar bo'lsin, dedi Yunusxon Amir Abdulquddus begning taklifini qo'llab. Sizlar amirning degani bo'yicha ish ko'ringlar. Bosh ustiga, dedi sarkarlar. Ma'lum bo'g'ay. Hammaylan chedirga oldirab kirgan bargoh qo'riqchi begiga qaradi. Xo'sh, dedi Yunusxon. Turkistondan oyog'i keldi oliylari. Yunusxon biroz orsaldi bo'ldi. Kutib tursin. Yetkazdigan jiddiy ma'lumot bor deydi. Yunusxonning chiroyida jiddiylik aks etdi. Boshlab kirsinlar.
Qo'riqchi bek chedir sirtida saqlab turgan ayg'oqchini boshlab kirdi. Assalomu alaykum. Qibligohimga ehtirom bo'lg'ay, dedi ayg'oqchi salom bajar keltirib. Yunusxon Qashqarda qattiq yengilib, Yattikentga qaytib kelgandan keyin ayg'oqchilik ishlariga alohida e'tibor bergan edi. Oqsuga kelib hokimiyatni qo'liga olgandan keyin o'rdada maxsus ayg'oq mahkamasi ta'sis qildi va putqo'li chaqqan, ziyrak, har xil ishlarga epiba bir turkum yigitlarni yuqori ta'minot bilan ayg'oq mahkamasiga qabul qilib, ularni Mo'g'ulistonning ichki sirtiga mang'uzgan edi. Ular sayyoh, darvish, savdogar, hatto soil divoni siyoqida yasinib, har qaysi yurtlarga berib egilagan xabar ma'lumotlarni Yunusxonga yetkazib turadi. U ayg'oqchilar orqali ma'lumot to'plaganda hokimiyat ichki sirtidagi ishlardan, qo'shni ellarning ahvolidan, tasarrufidagi amir baglarning niyat mudda qilmish atmishlaridan va avvalning ohuzoridan vaqtida xabardor bo'g'ili bo'ludi. Har xil tafriqchilik, zulm, xiyonat, hatto tajovuzchiliklardan vaqtida xabar tepib, vaqtida tadbir ko'gili, taqobil turg'ili bo'ludi deb qaraydi. Shunga u nada bo'lmasin ayg'oqchilar uni izlab tepib, erishgan xabar axborotlarini yetkazib turadi. Otashtonga yaqinroq kelib so'zlasinlar, dedi Yunusxon ma'lumot anglashga aldirab. Shavkatli qibligohimga ma'lum bo'lg'ay. To'ngib kasıldab ketgan ayg'oqchi o't isinishga jur'at qilolmay, qo'l bog'lig'inicha so'zlashga boshladi. Dashti qipchoq hukmdori Sulton Obulxayrxon kasal bo'lib qazo qildi. Buni g'animat deb bilgan Keray sulton bilan Jonbek sultondan iborat og'i-ini sultonlar Dashti qipchoqning ko'p qismini tasarrufiga oldi. Obulxayrxonning cho'ng xonzodasi Burush o'g'lan o'z ziminida turolmay, bir qism sarkard lashkarlarni boshlab Turkiston tavasiga kirib, xeyli ko'p qism ziminni besib oldi. Hozir Turkiston xavf ostida. Bu ahvolni tezroq yetkazish uchun kech-kunduz yo'l yurib yetib kelishim. Turkiston ahvolining hozir qanday bo'lganligi kamina qullarga noma'lum. Sulton Obulxayrxonning o'lib, Dashti qipchoq saltanatining parchalanganligini, ittifoqdoshi aka-uka sultonlarning Dashti qipchoq hokimiyatini qo'lga olganligini anglab, Yunusxon xeyli xotirjam bo'lib qolgan bo'lsin, ammo Buruch o'g'lanning Turkiston tavasiga lashkar boshlab kirganligidan xeyli besaranjam bo'ldi. Sulton Obulxayrxon qazo qilib saltanat xarob bo'lgan bo'lsa, Sulton Abu Said Mirza oliylari kuchlik bir kushandasidan qutulibdi. Bu ham bizning saltanatimiz uchun foydali. Kerayxon bilan Jonbek xonlar bizning ittifoqdoshimiz. Ularning kuchaygini xushallanarli ish. Lekin ular Buruch o'g'lanni Turkiston chegarasiga qo'g'ilmasligi kerak edi. Balkim yetish bo'lamagandir. Uni Amasanchi Tayshining ishini tezroq bir taraf qilib, Turkistonga yurish qilsam bo'lg'udek. Yunusxon xiyolini yig'ishtirib ayg'oqchiga qaradi. Ijozat, chiqib aram olsinlar. Ayg'oqchi uningga cho'nqur bir salom berib etib chiqib ketdi. Xo'sh, ahvoldan hammalari xabar tepishdilar, dedi Yunusxon amir sarkarlarga qarab. Turkistonning ishini qanday qilsak bo'lar? Yunusxonning ona jamoat zimini bo'lgan Turkistonga behmi mehri bor edi. Buruch o'g'lanning lashkar tatib kirganlik xabari uni oromsizlantirib qo'ygan edi. O'zlariga hoy bergaylar oliylari, dedi Amir Abdulqudus bey so'z elib. Avval ko'z oldimizga mono yovning ishini bir yoqli qilib olaylik. Ondan Turkistonga yurish bo'lsaqmi kechikmaymiz. Ortiqcha toqat kerakdim yo'q, dedi Yunusxon jiddiylashganini yoshirmay. Put dasab turg'idek zimin, panoqlang'idek kap yo'q oshi ig'ir kunlarda. Hamdamda bo'lgan sarkardlarim hozir sovuq tuproqning ostida yetibdi. Biz bo'lsak, issiq chedirda o't isinib o'ltiribdimiz. Bunda o'ltiraversak, ol qalmoq sarkardisining xo'riki o'sidiki, hargiz pasaymaydi. Aslida u nokasni sulhiga undimasam bo'pti ekan. So'g'uq degan bizgil emas, ularga o'xshash narsalarni sanjiydi emasmi? Janob sarkarlar, endi sulhiga ham sabrga toqatim yo'q.
Her qaysi lashkargohlar puxta tayyorlik ko'rgay. Qor qachon to'xtaydi, bunisi qarang'u. Qor to'xtagan bilan sovuqning pasayishimi natayin. Kutib turmay, yovg'i shiddatli hujum qilaydi. Ya g'alaba nusrat qozonamiz, ya bo'lmasa qazo qilgan sarkarlarimizga hamroh bo'lib, Ili daryosi bo'yida yotarmiz. 15'imiz bo'lsa, hammasi janobi qibligohimizga tasadduq, dedi Amir Abdulquddus. Undaqda qorning to'xtashini kutib turmaylik. Ular qordan qanday foydalanishni bilgan bo'lsa, bizmi ham bilamiz. To'xtamay yig'iyotgan bu qorning foydasiz tarafi bo'lganidek, foydali tarafimi bor. Amasanchi Tayshining 2 kundan beri jim yotqaniga qaraganda, uning qor texmi qilin yig'ib sovuq kuchayib ketsa, bizning bardoshlik bermay lashkarlarimizni chekindirib ketishimizni kutayotganligi ehtimolga yaqin. Chunki ular ho'l yig'in ancha ko'p bo'lmaydigan iqlimdan kelgan lashkarlarimizni bunda qattiq qor sovuqqa bardoshlik bermaydi deb o'ylaydi. Boya janob qibligohimizning so'zlarini anglab, kollamdan bir aql kechdi. O'ylab baxsam, bu qordan bizmi foydalansak bo'lg'idek. Qani xo'sh, dedi Yunusxon Amir Abdulquddusni so'zlashga rag'batlantirib. Dapildab tushayotgan qordan foydalanib bir bo'lik lashkarlarimizni yov qarorgohining orqa tarafiga yo'tkayli. Yazaklar yov qarorgohining atrofini aylanib diqqatini o'ziga tortib tursin. Ular bizni sovuqdan qo'rqudi deb o'ylab tuyuqsiz hujum qilishimizni xiyoliga keltirmaydi. Alloh xolisa, atikash eg'ir yotqi mahalda yov qarorgohining oldarqi tarafidan tang shabxun urayli. Shabxun kechilik hujum debdi izohatda. Shunda qilayli, dedi Yunusxon das o'rnidan turib. Sizlar yov qarorgohining orqa tarafidan tegish qiladigan qo'shinga bosh bo'lsizlar. Men oldi tarafdan tegish qilay. Shug'ulisi yov qarorgohining ahvolini to'liq bilmaymizda. Sirtdan qarab qarorgohning ichini kuzatmak tez. Buning chorasi oson, dedi Amir Abdulquddus o'ziga ishongan holda. Atgan yov qarorgohiga sulh talab qilib aljabatayli. Sulh talab qilamdoq. Abdulquddus beyning maqsadini tushunmagan Yunusxon qapqina turdi. Sulh talab qilib aljabatish bir bahona oliylar, dedi Abdulquddus bey maqsadini tushundirib. Avatgan elchimiz mushu bahonda yov qarorgohini tafsiliy kuzatib ahvol iglab keladi. Muddalarini tushundim, dedi Yunusxon kulib. Nomda elchi amaliyotda oygoqchi bo'lotganda. Ayni mudda, dedi Abdulquddus bey. Undaqda kimni versak bo'lar? Kaminlar baray, dedi sarkarda Isamdan doğlab das o'rnidan turib. Aslida qarorgoh joylashtirish mening ishim emasmi? Yunusxon rozimanlik bilan beshini langshitdi. Esim qursin. Sarkarda qarorgoh qurishga muvakkal bo'lgan ekan, har qanday qarorgohning ahvolini bir qarab bilib olaydi emasmi? Amisi bu mushkil vazifa sizlarga qaror topdi. Maslahat pishqandan keyin sarkardalar o'z lashkargohlariga tarqashdi. Elchisi saharda Yunusxonning sulhi talab qilib elchi avatganini sovuqqa bardoshlik bermay chekinishga bahona izlaganlik deb tushungan Amasanchi Tayshi sarkarda Isomidan Doğlabga silih muomala qildi. Sulhini qabul qildiganligini 2 kun ichida sulhi shartlarini tayyorlab o'z elchisi orqali avatib berdiganligini bildirdi. Balan bo'ldi. Ko'k tangrimon madad bergan o'xshaydi, deb xiyol surdi Amasanchi Tayshi Isamdan Doğlabga yo'lga selib. Sultan Yunusxon sulhi shartlarini kutib o'tirg'ach tursin. Men yana 2 kun ta'xir qilay. 2 kun ichida bunda qilin qor, qattiq sovuq ko'rib baxmagan Mo'g'uliston lashkarlarining texmi bak voychini chiqdi. Irodasi, jasorati sunudi. Shu chaqda birli hujum bilan ularni tarto'kis yo'qdimi? Ular bilan boshda sulhi tuzmay, endi nemishqa sulhi tuzgidakman? Men bilan jang qilgudek jasorati mag'dur bo'lgan bo'lsa, hargiz sulhi talab qilmaydi. Oldingi qitimqi mag'lubiyati ularni obdalla cho'chitgan o'xshaydi. Ey qudratli ko'k tangrim, cheksiz kuch qudrating bilan
Kangri Moğoliston zaminida tasarrufimga elishimga madad bergaysan. Hayacanlangan Amasanchi Tayshi sarkarlarni yig'ib ziyofat o'tkazdi. Lashkarlarga 3 opqurdan sharob ichishga ijozat berdi. Mo'ng'ullarning qarorgohi bugun yana boshqacha jonlanib ketgan edi. Ig'ir al-yotqi mahal. Yov qarorgohi allaqachon g'aflat uyqusiga g'arq bo'lgan edi. Qarorgoh qo'riqchilarimi kechining jondan o'tadigan sovuqida to'ngib titrab, ig'ir kiyimlarini tasdi yo'tkagunicha o'rniga olmishadigan qo'riqchilarning yo'liga qarshatdi. Atrofning tinch ekanligini, g'ayri ahvollarning yo'q ekanligini bildirishib, eransizlik bilan tak chelishatdi. Har bir osh pishim vaqtida bir qitim kelib, chorlug'chilarni nazorat qilib turadigan qo'riqchi begnimi bugun issiq yotgan besivagandek qiladi. Yov qarorgohining oldi orqa tarafiga shab chiqarmay, tam bilan yetib kelgan Mo'g'uliston lashkarlarining turshavullari nihoyat miyinik, chabdas harakatlari bilan qarorgohning muhofazat qasorlarini chuvib, asosli qo'shinning hujum qilib kirish uchun yo'chuq ochmoqda edi. Tuyuqsiz oldi orqa tarafdan ko'tarilgan dahshatli nari sadosi Mo'ng'ul qarorgohini vahimalik titratdi. Cho'chib uyg'ongan Mo'ng'ul lashkarlari patparaq bo'lishib ketdi. Ular do'bulg'i savutlarni kiyib, qilich qalpoqlarini elib, bo'g'cha qo'liga o'tqash ko'tirishib olgan minglagan Mo'g'uliston lashkarlari qarorgohga saldak eqib kirdida, qo'llaridagi o'tqashlarni chedirlarga tashlab ko'ydirishga, chedirdan yugurib chiqqan raqiblarining beshiga qilich chepishga boshladi. Cho'qan so'ran sadosidan cho'chib uyg'ongan Amasanchi Tayshi atigan Yunusxonning sulhi talab qilishi amaliyotda o'zini bexudlashtirish uchun qilingan hiyla ekanligini darhol his qildi. Atigan elchisi yoqida kelgan sarkarda hisomidan to'g'lab, yov qarorgohining qaysi tarafida lashkarlarning, qaysi tarafida sarkarlarning, qaysi tarafida xizmatkorlarning, qaysi tarafida Amasanchi Tayshining chetiri joylashganligini tafsiliy ko'rib olgan edi. Shunga hozir ular ha deganda xizmatkorlar, ayollar va lashkarlarning chediri bilan kori bo'lmay, sarkarlarning chediriga hujumni markazlashtirgan edi. Amasanchi Tayshi xeyli tirishchanlik ko'rsatib, jon qayg'usida patparaq bo'lib ketgan sarkar lashkarlarni yig'a olmadi. Buni oz degandek o'zimi yov lashkarlarining hujum nishoniga aylanib qolgan edi. 1000 nafar xos nökeri uni jon tikib qo'g'damagan bo'lsa, allaqachon jinidan ayrilgan bo'ladi. Men bu oldamchi ilgarning domiga tushibdiman. U sarkarda lashkarlarni yig'ib, mudofaa sepi tashkillash xiyolidan voz kechib, nökarlarning muhofazatida xonish to'qonlari joylashgan chedirga qarab ilgariladi. Kuyayotgan chedirlar butkul qarorgohni yo'p-yo'riq qilib o'tgan edi. Yunusxon sarkarlarga ayollar, bolalar, xizmatkorlarning chedirga tegmay, barliq hujumni yovning sarkarda lashkarlariga qaratishni qattiq chekilgan edi. Shunga Amasanchi Tayshi xonish to'qonlari bor chedirga asalli yaqinlashdi va ularni otlariga mindirib, jon jahli bilan qochdi. Hayot mamatliq jangga kirishgan Mo'g'uliston lashkarlari qahraton sovuqda to'nglash uyoqda tursin, qonlari qaynab, qor targa cho'milgan edi. Qor oqqan qonlarni, beshidan judo bo'lgan jasadlarni yo'shirib qamoqchi bo'lgandek lapildab tushyotdi. Qiyochiya dod baryod sadolari qarorgohni bir olgan edi. Qilichlar jaranglaydi. Lashkarlar raqiblarini yer tishlatish uchun nari tortishatdi, tig' zarbasiga uchirganlar ichinishliq ingraydi. Uzun qish kechasi oxirlashib, oxiri tong otdi. Butkul lashkargohda o'ng ta'tir yotgan jasadlardan qor zo'mchiki paydo bo'lgan edi. Tamam kuyib bo'lanmagan chedirlarning yog'ochlaridan qop-qora is o'rlaydi. Mo'g'uliston lashkarlari qochgan yovni qo'g'lab ketgan bo'lib, lashkargoh timtasliqqa cho'mgan edi. Sulton Yunusxon qilib qolgan lashkarlarga jasadlar orasidan tirik qolganlarni izlashga buyurdi. Afsuski, bir tirik jon tepilmadi.
Əzəllik yaralanmay tirik qalğan bir qism betərləy ləşkərlərinin cinini qattiq soğuq alğan bo'lib, ular qandaq yatqan bo'lsa, shu peti to'nlab ketib qolgan edi. Sultan Yunusxon qariqishning, qorning, soğuqning dahshatini mushu qitimqi jangda tunji qitim his qildi. Әтісі пешін vaqtiga ulgurib, yovni qo'g'lab ketgan sarkarda lashkarlar qaytib keldi. Amasanchi Tayshining oz bir qism nökərlər bilan xotin balalarını elib qechib ketganini hisobga olmaganda, qolgan lashkarlarning hammasi degidek talafotga uchirgan edi. Sultan Yunusxon jangda qazo qilgan lashkarlarning namozini o'pchi tushirib dafn qilg'izdi. Yov lashkarlarning jasadini bartaraf qilishni va jang maydonini tozalashni yerlik aholiga topshirdi. Jang g'animatlarini sarkarda lashkarlarga tarqitib berdi. Ondan Turkistonga qarab oldirab yurib ketdi. Olilari qaraslar, jarayon to'pi bekli ko'pkan. Onu ko'rib o'zini tutanmay qolgan nökarbeshining qilgan bu gapi Yunusxonning xiyolini chalg'itdi. U beshini ko'tarib nökarbeshi ko'rsatgan tarafga qaradi. Oppoq qarliq dalida 70-80 tuyoq jarayon to'pi jinining boricha qochmoqda edi. Nimaga qarab tursizlar? Ot silinglar. Xonning farmoni bilan tangla nökarlar otlarga qamchi soldi. Yunusxonning o'g'i etilmaganligini ko'rgan 10 nafar nökar uni qo'riqtab qolib qoldi. Elimi yaxshi, Sayxun daryosi vodisida yovvoyi hayvonlar ko'p ekan. Bo'lmagan bo'lsa, lashkarlarning oziq-tulik masalasini qanday hal qilar bo'g'itdim. Amir Abdulqudus Beyning ketganiga endi 4 kun bo'ldi. Yana bir haftada qaytib kelarlarmikin tong. Xabarimni anglasa Turkiston beylari cho'qim keladi. Bu chaqda oziq-tulikdanmi, Buruz o'g'lan bilan bo'lgan jangdanmi g'am qilmaymiz. Uninggacha o'ldashti qipchoq lashkarlar bilan uchrashib qolmasak yaxshi edi. Parvardigor o'z panohida saqlar. Sultan Yunusxon boshchiligidagi Mo'g'uliston lashkarlarining qora to'qayga tushgan qilg'iniga 2 hafta bo'lay deb qolgan edi. Oziq-tulik tugab ketgan, yana kelib havo sovuq bo'lg'achqa, Sayxun daryosidan o'tmay qora to'qayda turib qolishga majbur bo'lgan edi. Amir Abdulqudus beg bir bo'lik lashkarlarni elib, Yunusxonning kelganligidan Turkiston beglarini xabardor qilish ham lashkarlarga oziq-tulik hamlash uchun ketgan edi. 4 kundan beri sarkarda lashkarlar ozg'ina oziq-tulikni tejash uchun o'lavatdi. Qarorgohda ayollar, bolalar, xizmatkorlardan boshqa yana ozg'ina qo'riqchilar qolgan edi. Chedirda bekor o'tirib zerikkan Yunusxon bugun o'g'i chiqqan edi. Jaran qo'g'lab ketgan nökarlar birdamdala ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yunusxon ot ustida o'tirib to'ng'igan edi. U nökarlar bilan birga o'ni qo'g'lamig'iga pushaymon qildi. Eransizlik bilan Sayxun daryosining yeriqi qirg'iqiga nazar tashladi. Daryoning yeriqi qirg'iqi ko'z yetgusiz qizil qum dashtiga tutishatdi. Quyosh nurida o'zgacha julalangan oppoq qor bepoyon qizil qum dashtini g'oyib qilib etgan edi. Qor yog'magan bo'lsa-mu, qizil qum dashtining u chetini ko'rish mumkin emas edi. Yunusxon xiyolini davomlashtirgach, daryoning oyoq tarafiga nazar tashladi. Sayxun daryosining oyoq tarafida Toshkent shahri bor edi. Toshkent esiga kelishi bilan uning u shaharda o'tgan qisqagina hayot daqiqalari esiga keldi. Alloh xolisa Buruz o'g'lanning ishini bartaraf qilib bo'lsam, ko'klam bilan tang sarkarda lashkarlarni Qashqarga yo'liq selib etib, o'zim Sulton Abu Said Mirzo oliylar bilan ko'rishib kelarman. Shu bahonada Samarqand, Iroqlardan donglik me'mor naqqoshlarni taklif qilib, Oqsuv, Qashqar qatorliq shaharlarda Irot, Samarqandga o'xshash o'rda saroylarni, masjid, madrasalarni bino qildirarman. Tuyuqsiz otning do'pirlagan tuyoq tevishi Yunusxonning xiyolini uzib qo'ydi. Chatoq bo'ldi oliylari. Etini quyundak chaptirib kelgan lashkarbaq qo'riqchisining chiroyi tashvishli tus olgan edi. Tiniq-tiniqiga ulgurmay hasratdi. Ko'zlaridan kuchli bir andisha, aloqsodilik baliq etdi. Nemish bo'ldi? Tez so'zla, dedi jiddiylashgan Yunusxon.
Qarargohni yov lashkarlari besib oldi oliylari. Yunusxonning topinidan kirgan bir o't mengisidan chiqib ketdi. Yuragi jig'ida qilib ketdi. Qaysi yov lashkarlari? Dast qipchoq xonzodasi Buruj o'g'lan. Yunusxon qo'riqchisining gapining oxirini kutmayla etiga qamchi soldi. Bir nechinglar o'g'ib ketgan sarkard lashkarlarga xabar beringlar. Darhol qarorgohga qaytsin. Dedi Yunusxon orqasidan dambas qadam otchab turib kelayotgan qo'riqchilarga qarab. 4 navkar Yunusxondan ayrilib 4 tarafga qarab otchab turib ketib qoldi. Etiga ochiq qamchi silib ushqanda ketib olgan Yunusxonning asyodi qarorgohdagi xotin bolalarida qolgan edi. Sultan Yunusxonning nurg'un sarkarda lashkarlari bilan kelib, Sayhun daryosi bo'yidagi Qarto'qay qishliqiga tushkun qilganligidan xabar topgan Buruj o'g'lan ko'rinishda chekinib, mudofiyada turgandek qilgan bilan amaliyotda bir necha kundan beri aplik fursat kutib o'tadi. Shu oraliqda yerlik chorvachilar siyoqida yasangan oyg'oqchilari Mo'g'uliston lashkarlarining qarorgohini yoshirin chorladi. Ularning oziq-to'likining o'ksib qolganligidan, bir qism lashkarlarning Turkiston baglaridan oziq-to'lik yig'ish uchun ketganligidan, qolgan sarkard lashkarlarning kunda o'g'i chiqib, o'g' g'animatlari bilan yemaklik masalasini hal qilayotganligidan, qarorgohning kunduzi bo'sh qolganligidan, Sultan Yunusxonning o'g'i chiqmay qarorgohda turayotganligidan xabar topgan edi. Sultan Obul Xayrixon bilan To'qay Temir avlodining ziddiyati 1428-yili Obul Xayrixon Dast Qipchoq saltanatidagi sulton bo'lib, taxtda o'tirgandan tortib keskinlashgan edi. Sulton Obul Xayrixon mustabid siyosat yurgizish bilan birga To'qay Temir avlodini chetga qoqdi. Hatto ularni ajdod zimini bo'lgan Dast Qipchoq dalasidan butunlay qo'g'lab chiqardi. 1456-yilga kelganda To'qay Temir avlodidan Kerayxon bilan Jonbekxondan iborat aka-uka sultonlar qozoq qabilalarini birlashtirib, Obul Xayrixonga qarshi keng ko'lamda isyon ko'tardi. Isyon mag'lub bo'lgandan keyin Mo'g'uliston tavasidagi Yettisuv rayoniga ko'chib kelishga majbur bo'ldi. Bu chog'da Sulton Esonbug'axon ularning Obul Xayrixon saltanatiga qarshi isyonini qo'llab, Chu daryosi vodisidagi Qushbashi rayonini ularga suyurg'al qilib berdi. Chu daryosi degani Sayhun daryosi deb izohatdi. Aka-uka qozoq sultonlari Mo'g'uliston tavasida puttaschilik ziminga erishgandan keyin chechilib ketgan qozoq qabilalarini yig'ib tezlik kuchaydi va pat-pat Dast Qipchoq dalasini parokanda qilib, Sulton Obul Xayrixonning oromini buzib turdi. Sulton Yunusxon Yattikant Turkistonni egilib turgan vaqtida Kerayxon, Jonbekxonlar bilan bordi-keldi qilib do'stlashib o'tdi. Qo'lidan keladigan yordamini oyimadi. Ularning Obul Xayrixon saltanatiga qarshi kurashini qo'lladi. Sulton Obul Xayrixon qazo qilgandan keyin fursatni g'animat bilgan aka-uka sultonlar keng ko'lamda dahshatli hujum qo'zg'ab, Dast Qipchoq hokimiyatini qo'liga oldi. Xonzoda Buruj o'g'lan bo'lsa, qechib yurib-o'tdi. Ana shu sababdan uning aka-uka sultonlarga himoyachi bo'lgan Mo'g'uliston xonlariga kuchli o'ch adovati bor edi. Asli gapimizga kelsak, oyg'oqchilar orqali Mo'g'uliston qarorgohining ahvolini inchik egilagan Buruj o'g'lan birdinla ishonchini turg'izib, g'ayratga keldi. Parvardigorim, meni Dast Qipchoq saltanatidan ayirgan bo'lsa-mu, yana inoyat qilib o'ng ko'zi bilan qaragan o'xshaydi. Mo'g'uliston lashkarlarining osh-oziqi tugab, o'g'i tayinib qolgan, qarorgohda Sulton Yunusxon ayollar, bolalar va xizmatkorlar bilan yolg'iz qolgan bo'lsa, bu bir tepilg'isiz g'animat ko'rsatgan. Hamda yana arsalda bo'lib tursam, fursat navbatni ketkizib qo'yman. O'z vaqtida Yunusxonning inisi Sulton Esonbug'axon degan batrak og'i ini sultonlarni qo'llamagan, himoyachi bo'lmagan bo'lsa, bugungi kunda ular bunchalik kuchaymagan, otim rastaxtigohimni tortib olmagan bo'ladi. Oyg'oqchilarning ko'ztishicha, Mo'g'uliston sarkard lashkarlari atigini o'g'i chiqib ketsa, kechda qaytib keladigan. Demak, kunduzi qarorgoh bo'sh degan gap. Kunduzi hujum qilsam, Sulton Yunusxonni osonla tutib olaman. Uni asir ilib olsam, butkul Mo'g'uliston tasarrufi mening ilkimga o'tadi.
o çağda dest qıpçaq hakimiyetini qaytadan qo'limga ala olayman. Buruj o'g'lan ana ashunda ham xiyol bilan sarkarda lashkarlarni kechichi shab chiqarmay Sayhun daryosi bo'yiga yo'tkagan bugun kunduzda Sulton Yunusxonning Qorato'qay qarorgohiga hujum qilgan edi. Uning baxtiga qarshi bugun Sulton Yunusxonning ichi pishib qilib, 100 chi navkarni elib o'g'i chiqib ketgan edi. Najmang lashkari bilan saldak bostirib kelgan Buruj o'g'lan qarorgohni tezli egildi. O'zi Yunusxonning daryo leviga joylashgan sarchidirga bostirib kirdi. Qarorgohda tuyuqsiz yuz bergan qirchapdan qo'rqib yig'layotgan xonzodlarni papilayotgan ikki xonish Eson Davlatxonim bilan Shohbegim sarchidirga olchanglab kirib kelgan Buruj o'g'longa nafrat bilan qarab qo'yib lam-jim demadi. Yunusbek qani? Ko'ranglik bilan so'radi Buruj o'g'lon. Xonish Eson Davlatxonim vujudini iskanjiga olgan vahimini besib turib javob berdi. O'g'i chiqib ketgan. Buruj o'g'lonning qon to'lgan ko'zlarida masxirlik kulki balqidi. Yolg'on, qo'rqib mukinib olgan do'toyinliq. Qibligahimiz hargizmi to'g'ri yuraklardan emas. U xotin bolalarini tashlab qo'yib mukib oldigan nomardlikni qilmaydi. Bo'lgan bo'lsa iflos oyoqlarini bu dargohga hargizmi bosolmaydilar. Dedi Xonish Eson Davlatxonim qaddini ruslab. Ko'rganlar, qarorgohda lashkar yo'q. Haqiqiy bahodir bo'lsalar, quruq qarorgohga bostirib kirib, ojizalarga hayva ko'rsatmay maydonchani qilsalar. Buruj o'g'lan parvosizlik bilan olchanlab berib, sarchidirning to'ridagi taxtda o'ltirdi va tuvanda farmon kutib turgan sarkarlarga vaqirdi. Butkul qarorgohni ola qo'ymay izdanglar. Yunusbekni tutib kelganlarga bo'yi bilan tang oltin in'om berman. Martabasini o'stirman. Mol dunyo tamasida turgan sarkarlarga mushi gapning o'zili kupoyi edi. Ular lashkarlarni boshlab, o'zlari xohlagancha chedirlarga kirib, pulga yorug'idek narsalarni bulashga kirishdi. Shu topda ular mol dunyo o'lja izlash bilan bo'lib ketib, o'g'i ketgan Mo'g'uliston sarkarda lashkarlarining tuyuqsiz kelib qolishini xiyoliga keltirmagan edi. Qorato'qayga shap chiqarmay yiqilishish uchun kechidan beri tuzuk aram olmagan Buruj o'g'lanning qo'rsiqi oshgan edi. Sira ustidagi tavoqlarda turgan buğa, jaran, kiyik, qirg'ovul go'shtlari uning birdinla ishtihosini qo'zg'adi. U bir parcha go'shtni ilib ishtiho bilan yeyishga tutindi. Sharob bormi? So'radi u qatqini turib. Uning g'azabini keltirib qo'ysa, kutilmagan oqibatning kelib chiqishidan ansirgan Xonish Eson Davlatxonim kenezigini buyurib, bir ko'zi sharbat ochiq turib berdi. Buruj o'g'lan so'g'uq go'shtni osh bo'ridek yolmab yutishga boshladi. Shu daqiqada kollasida qilchilik xavfsirash tuyg'usi yo'q edi. Xiyolida yov qarorgohini butunlay ilkimga elib bo'ldim deb o'ylaydi. Tushqandek ot choptirib kelayotgan Sulton Yunusxonning vujudida qilchilik vahimi yo'q edi. Asiyada xotin bolalarida qolgan edi. Qarorgohga yetib baslar xotin bolalarni yovning changilidan qutuldira oladigandak, shuncha ko'p yov lashkarlariga bir o'zi yolg'iz taqobil tura oladigandak tuyg'uda edi. Uning vujudida kuchli bir g'azab nafrat hukmron edi. Azaldan bundoq ochiq qamchi yeb baxmagan arab eti shamoldan tez chapatdi. U oxiri qarorgohga yetib keldi. G'azabli ko'zlarini daryo bo'yiga joylashgan shahoni chedirga tikdi. O'lja ag'an mol dunyolarni chedirlardan ochiqib bir yerga dövlayotgan yov lashkarlarining atrofiga nazar selishga hafsalasi yo'q edi. Yov lashkarlari bir-biridan qizg'inishib o'lja izdishyotdi. Ular Yunusxonning yetib kelganligini faqatla sezmadi. Yunusxon o'zi bilan tang ot choptirib kelayotgan navkarning yenidagi konayni yulib degidek oldida jon jahli bilan chaldi. Konay chelishda uning boshqacha mahorati bor edi. O'zi bevosita qatnashgan har qanday jangda sarkarda lashkarlarga madad berish uchun konay chaladi. Konay ovoziga qarab sarkarda lashkarlar xonning konay chelayotganligini bilib olaydi. O't qo'yib lashkarlarga xabar beringlar.
u yenidagi nökərgə fərman berib bulub, şahani çediriga qarab at saldı. Tuyuqsuz yanırğan kanay avazı xas atçısını bir yanda turğuzub qoyub, iştiha bilan göz yeyotgan Buruj oğlanni qattiq cho'chitib etgan bo'lsa, Xanis Eson Davlatxonim bilan Xanis Shohbegimni shunchalik hayajonlantirib etdi. Sultan Aliler keldi. Xonzoda malikalarni papilab turgan Xanis Shohbegim hayajon bilan baqirib etdi. Buruj oğlanı bo'lsa allaqachon titrab bosgan edi. Kelinglar qizlar. Xanis Eson Davlatxonim shundoq degunicha sirtqi chiqishga tamshilib turgan Buruj oğlanga birinchi bo'lib etildi. Xanisning maqsadini tushungan kenizaklarmi Buruj oğlanga qarab etilib keldi. Xanislarning xizmatini qilish va qo'g'dash vazifasini ustiga olgan bu kenizaklarning jonbozlik mahorati xeyli yuqori edi. Ular tangni yopirilib kelib, biri belikiga, biri putiga, biri peshiga esilg'inicha Buruj oğlanni qimir qig'izmadi. Bu ish ko'zni yumib bosqichlik vaqtda tuyuqsiz yuz bergan edi. Bayatın beri qo'rqib, shumshib turgan ayollarning o'ziga tuyuqsiz hujum qilishini xiyoliga keltirmagan Buruj oğlan ularning nozik barmoqlaridan qutulib chiqish uchun jinining baricha yulqinatdi. Ammo vujudini vahima, uloqsodlik bosqanlik uchun aytavur putqulida jon qolmagan edi. Ko'rsatgan qarshiliklari natijasiz oxirlashdi. Shu asnoda chedirga Sultan Yunusxon 4 nökər bilan kirib keldi va o'ylamgan bu manzarani ko'rib, yo kulishni, yo g'azablanishni bilmay turib qoldi. Shu daqiqada ayollarmi yo Buruj oğlanni qo'yib etishni, yo ashundoq turaverishni bilmay qilishgan edi. Bo'ldi, qo'yib etinglar, dedi Yunusxon hayajonli tuyg'ularini besib. Ayollarning cho'ngilidan bo'shagan Buruj oğlan paloqqida yerga yiqildi. Chiroyi vahima tashvishdan tatirib ketgan edi. Bir qo'shiq qinimni tilayman oliylar. Rahim qilg'aydi. O'zimni bilmay qopdiman. Yunusxon yerga choplashib yotgan Buruj oğlanga yirginish, nafrat bilan qarab etgandan keyin yenidagi nökərga buyruq qildi. Mono nakasning beshini kesib olib, nayzangning uchiga ilib qarorgohda jar sol. Asibanının kallasını kögen sərkər lashkarlari o'shini yig'ib olib taslim bo'lmasa, oqibatining qandoq bo'lganligini bilib qo'ysin. U ikki xonishga yuzlandi. Sizlar chedirdan chiqmay bolalarni qo'rqitanglar. Nökərlər Buruj oğlan bilan otchisini so'rab chiqib kallasini kesdi. Ondan Buruj oğlanning beshini nayzisining uchiga sanchib, bor ovoz bilan baqirdi. Dəst qıpçaq lashkarlari ogoh bo'linglar. Ko'zinglarni yo'g'on echib tonib elinglar. Mana bu pasibaninglar Buruj oğlanning beshi. Kimki taslim bo'lmay qarshilashir ekan, oqibati mushundoq bo'ladi. Buruj oğlanning beshini to'nigan sarkar lashkarlar dong qetib turib qolishdi. Ularning vujudini o'lim vahimasi cho'lg'ab olgan edi. Dal shu chaqda qarorgohning atrofidan minglagan otlarning do'pirilgan tuyoq tevishi anglandi. Qarorgohning hujumga uchirganligidan xabar topgan sarkarda lashkarlar o'ni tashlab qo'yib qaytib kelgan edi. Qarorgoh ichida birdinla qirchaq boshlandi. Dod faryod sadolari atrofni bir oldi. Otlarni, qurollarini tashlab qo'yib, o'lja g'animat yig'ish bilan bo'lib ketgan yov lashkarlari jon qayg'usida qechishga boshladi. Shu topda ular otliq Mo'g'uliston lashkarlarining oldida bechora o'g'i o'xshab qolgan edi. Qarshilik ko'rsatmay taslim bo'lganlar asir elindi. Qochqanlar, qarshilik ko'rsatganlar rahimsizlik bilan o'ldirildi. Buruj oğlanning najming lashkarining birimi qochib qutulolmadi. Mo'g'uliston lashkarlari Sayxun daryosidan o'tib, Buruj oğlanning qarorgohini chopqin qildi. Behisob mol-dunyo, oziq-to'lik, qurol-yarog' g'animat oldi. Shundoq qilib, Yunusxon Turkistonni Buruj oğlanning tahlikasidan muvaffaqiyatli qutuldirdi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganingizga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.